Assalomu alaykum, hurmatli pensionerlar va ularning yaqinlari. Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib bermoqchiman. Bu ma'lumot har bir pensiya oluvchiga tegishli. Chunki gap faqat oylik pensiya kelib tushish haqida emas, balki pensiya miqdori to'g'ri hisoblanayotgani, hujjatlarda xato yo'qligi, ortiqcha yoki kam to'lov xavfi, bank kartasi va firibgarlardan himoyalanish haqida ketadi. Men sizdan iltimos qilaman, hozirroq kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing va bu ma'lumotni ota-onangiz, buvingiz, bobongiz yoki pensiya oladigan qarindoshlaringizga albatta yetkazing. Chunki bitta oddiy tekshiruv odamni oylar davomida sarson bo'lishdan, pul yo'qotishdan yoki noto'g'ri qaror qabul qilishdan saqlab qolishi mumkin. Avvallari ko'p ishlar, qog'oz hujjatlar, mahalla ma'lumotnomasi, ish joyidan olingan arxiv ma'lumotlari pochta orqali to'lov va idoraga borib navbat kutish bilan hal qilinar edi. Pensioner pensiyasida xato borligini ko'pincha faqat pul kamroq tushganda yoki to'lov to'xtab qolganda bilardi. Kimdir ish staji to'liq kiritilmaganini yillar o'tib sezardi. Kimdir farzand parvarishi davri hisobga olinmaganini bilmasdi. Kimdir nogironlik guruhi o'quvchisini yo'qotganlik yoki ustama huquqi borligini umuman eshitmagan bo'lardi. Hozir esa ko'p jarayonlar elektron bazalar orqali tekshirilmoqda. Bu yaxshi tomoni bilan tezlik beradi, lekin boshqa tomoni ham bor. Agar bazada eski pasport ma'lumoti, familiya xatosi, ish staji bo'yicha noto'g'ri raqam, bank karta muddati, yashash manzil yoki telefon raqami yangilanmagan bo'lsa, pensiya to'lov kechikishi, noto'g'ri hisoblanishi yoki qo'shimcha tekshiruvga tushishi mumkin. Men ekspert sifatida eng ko'p uchratadigan muammo shuki, odamlar pensiya tayinlanganidan keyin hamma narsa o'z-o'zidan doim to'g'ri yuradi deb o'ylaydi. Aslida pensiya ishi tirik hujjatga o'xshaydi. Hayotda o'zgarish bo'lsa, u hujjatlarda ham aks etishi kerak. Masalan, pensioner bank kartasini almashtiradi, lekin pensiya bo'limiga yoki bankka bog'langan ma'lumotni tekshirtirmaydi. Natijada keyingi oy pul tushmaydi. Odam pensiyamni kesib qo'yishdi deb xavotirga tushadi. Aslida sabab oddiy hisob raqami yoki karta ma'lumoti yangilanmagan yoki boshqa holat pensioner ishlashni boshlaydi. Ayrim to'lovlar va ustamalar bo'yicha shartlar o'zgarishi mumkin, lekin u buni vaqtda aniqlamaydi. Keyin ortiqcha to'lov aniqlansa, uni qaytarish masalasi chiqishi mumkin. Shuning uchun bugungi mavzuning asosiy ma'nosi bitta. Har bir pensioner o'z pensiya huquqini, hujjatini va to'lov yo'lini nazorat qilishi shart. Men avvalo kimlar alohida e'tiborli bo'lish kerakligini tushuntiraman. Birinchi navbatda yaqinda pensiyaga chiqqanlar. Pensiya tayinlangan dastlabki oylar eng muhim davr hisoblanadi. Chunki aynan shu paytda ish staji, ish haqi, imtiyozli davrlar va qo'shimcha huquqlar to'liq kiritilgan yoki kiritilmaganini ko'rish mumkin. Agar siz butun yil ishlagan bo'lsangiz, lekin hisob kitobda 24 yil ko'rsatilgan bo'lsa, bu pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Bunday holatda keyin o'zi to'g'rilanadi deb kutish noto'g'ri. Men doim aytaman. Pensiya tayinlangandan keyin birinchi ish uning qanday hisoblanganini tushunib olish. Oddiy misol keltiraman. Ayol kishi 72 yoshda pensiyaga chiqdi. U 20 yil maktabda ishlagan, keyin 6 yil boshqa tashkilotda faoliyat yuritgan. Bundan tashqari farzand parvarishi davrlari bo'lgan. Agar arxivda maktabdagi 3 yillik ma'lumot topilmasa yoki elektron bazaga kiritilmasa, uning umumiy staji kam chiqishi mumkin. Har oy 100 ming so'm kam hisoblangan taqdirda ham 1 yil ichida 1 million 200 ming so'm farq bo'ladi. Bu katta pul. Eng yomoni, odam buni 3 yil o'tib bilsa, keyin hujjat yig'ish, arxiv izlash, qayta murojaat qilish ancha qiyinlashadi. Ikkinchi e'tiborli guruh. Pensiyasini bank kartasi orqali oladiganlar. Karta qulay, lekin xavfsizlik masalasi juda jiddiy. Hech qachon karta raqami, amal qilish muddati, SMS kod, PIN kod va ilovaga kirish parolini begona odamga aytmang. Pensiyangiz oshiriladi. Kompensatsiya tushiramiz. Davlatdan yordam puli bor. Kartangizni tasdiqlash kerak degan qo'ng'iroqlar bo'lsa, ehtiyot bo'ling. Rasmiy idora hech qachon SMS kod so'ramaydi. Agar kimdir sizdan kod so'rasa, bilingki, u sizning pulingizga kirishga urinyapti. Real hayotda juda ko'p uchraydigan vaziyat. Pensionerga telefon qilishadi, sizga 800 ming so'm qo'shimcha yordam ajratildi. Kartangizga tushirish uchun kodni ayting deyshadi. Pensiona ishonib kodni aytadi. Bir necha daqiqa ichida kartadagi pensiya yechib olinadi. Keyin bankka boradi, ariza yozadi, ichki ishlar organlariga murojaat qiladi.
Lekin pulni qaytarish har doim ham oson bo'lmaydi. Shuning uchun men har bir pensionerga alohida aytaman. Telefon orqali kelgan taklifga ishonmang. Avval farzandingiz, ishonchli qarindoshingiz yoki bevosita bank va pensiya bo'limining rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qilib tekshiring. 3-guruh ishlayotgan pensionerlar. Ko'p odamlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlashda davom etadi. Bu qonuniy, lekin ayrim to'lov turlari, ustamalar yoki imtiyozlar bo'yicha qoida boshqacha bo'lishi mumkin. Masalan, oddiy yoshga doir pensiya olayotgan odam ishlashi mumkin, lekin nogironlik boquvchisini yo'qotganlik. Parvarish bilan bog'liq ayrim to'lovlarda shartlar bo'lishi ehtimoli bor. Men bu yerda hamma uchun bitta umumiy hukm chiqarmayman. Chunki har bir holat hujjatga qarab baholanadi. Lekin siz ishlashni boshlagan bo'lsangiz, mehnat shartnomangiz rasmiy bo'lsa yoki daromad paydo bo'lsa, o'zingizning pensiya turiga bu ta'sir qiladimi yoki yo'qmi? Albatta so'rab aniqlang. 4-guruh nogironligi bo'lgan shaxslar va ularning yaqinlari. Nogironlik guruhi muddati, tibbiy ko'rikdan o'tish va hujjatni yangilash masalalari vaqtida bajarilmasa, to'lovda uzilish bo'lishi mumkin. Ba'zida odam mening holatim hammaga ma'lum, yana nima kerak deb o'ylaydi. Ammo tizim hujjatga qaraydi. Agar muddati o'tgan ma'lumot yangilanmasa, to'lov vaqtincha to'xtashi yoki qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Shuning uchun tibbiy xulosa nogironlik ma'lumotnomasi, shaxsni tasdiqlovchi hujjat va bank ma'lumotlarini oldindan tekshirib qo'yish kerak. 5-guruh boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan oilalar. Bu turdagi pensiyada farzandning yoshi, o'qishi, oilaviy holati, kunduzgi ta'limda o'qishi kabi omillar muhim bo'lishi mumkin. Masalan, talaba kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, tegishli ma'lumotnomani vaqtida taqdim etishi kerak bo'lishi mumkin. Agar o'qishdan chetlashtirilgan bo'lsa yoki ta'lim shakli o'zgargan bo'lsa, bu to'lov huquqiga ta'sir qilishi mumkin. Buni yashirish keyinchalik ortiqcha to'lov masalasini keltirib chiqaradi. Kimlar kamroq xavotir qilishi mumkin? Agar siz pensiyangizni muntazam olayotgan bo'lsangiz, shaxsiy ma'lumotlaringiz o'zgarmagan bo'lsa, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, pensiya turi va hujjatlaringiz bo'yicha hech qanday o'zgarish bo'lmasa, vahimaga tushishingiz shart emas. Lekin baribir yiliga kamida bir marta pensiya ishingizdagi asosiy ma'lumotlarni tekshirtirish foydali. Chunki xato bo'lmasa ko'nglingiz xotirjam bo'ladi. Xato bo'lsa uni erta aniqlaysiz. Endi ko'pchilik bilmaydigan istisnolar va nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nozik masala. Pensiya miqdori har doim ham qo'shnining pensiyasi bilan solishtirilmaydi. Ikki odam bir xil yoshda bir mahallada yashaydi. Ikkalasi ham 3 yil ishlagan bo'lishi mumkin. Lekin ish haqi bazasi, rasmiy staj, imtiyozli davrlar, ustamalar, nogironlik holati, harbiy xizmat, zararli sharoitda ishlash, bolalar parvarishi davri yoki boshqa hujjatlar farq qilgani uchun pensiya miqdori ham farq qiladi. Shuning uchun qo'shni ko'proq oladi, meniki noto'g'ri degan fikr har doim ham to'g'ri emas. To'g'ri yo'l. O'z hisob kitobingizni hujjat asosida tekshirtirish. Ikkinchi nozik masala, ish staji faqat odamning men ishlaganman degan men gapi bilan emas, hujjat bilan tasdiqlanadi. Mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumoti, buyruq nusxasi, ish haqi to'g'risidagi ma'lumot, soliq va sug'urta bo'yicha elektron yozuvlar muhim bo'lishi mumkin. Ba'zi tashkilotlar yopilgan, nomi o'zgargan yoki arxiv boshqa joyga topshirilgan bo'ladi. Bunday holatda odam birinchi murojaatda kerakli ma'lumot topa olmasligi mumkin. Men bunday vaziyatda taslim bo'lmaslikni maslahat beraman. Tashkilot qaysi tumanda bo'lgan, qaysi vazirlik yoki idoraga qaragan, arxiv qayerga topshirilgan, o'sha yo'nalish bo'yicha izlash kerak. 3-nozik masala. Familiya, ism, otasining ismi va tug'ilgan sana xatolari. Ayollar turmush qurgandan keyin familiyasini o'zgartirgan bo'lsa, eski hujjatlarda boshqa familiya, yangi pasportda boshqa familiya bo'lishi mumkin. Agar nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgargani tasdiqlovchi hujjat bo'lmasa, ish stajini bog'lash qiyinlashadi. Masalan, mehnat daftarchasida Karimova Dilbar, pasportda Toshpo'latova Dilbar bo'lsa, bu bitta shaxs ekanini isbotlash kerak bo'ladi. Bu oddiy narsa bo'lib tuyuladi, lekin pensiya hisobida juda muhim. 4-nozik masala. Ortiqcha to'lov. Ba'zan odamga ma'lum muddat pensiya yoki ustama ortiqcha to'lanib ketadi. Bu idora xatosi bo'lishi ham mumkin. Odam ma'lumot bermagani sababli bo'lishi ham mumkin. Keyin tekshiruvda aniqlansa, ortiqcha olingan pulni qaytaring degan talab chiqishi ehtimoli bor. Pensiya uchun bu og'ir.
Shuning uchun o'zgarish bo'lsa, masalan, ishga kirish, o'qish shakli o'zgarishi, nogironlik guruhi muddati tugashi, yashash joyi o'zgarishi, bank ma'lumoti almashishi, meros yoki boshqa huquqiy holatlar yuzaga kelishi tegishli idoraga vaqtida xabar berish kerak. 5-nozik masala ishonchnoma orqali pensiya olish. Ba'zi pensionerlar yoshi sog'ligi yoki safarda bo'lgani sababli pensiyasini yaqiniga ishonchnoma orqali oldiradi. Bu qonuniy tartibda rasmiylashtirilsa mumkin. Lekin ishonchnoma muddatini, vakolat doirasini va kimga berilayotganini juda ehtiyotkorlik bilan ko'rish kerak. Men amaliyotda shunday holatlarni ko'rganman. Pensioner o'z yaqiniga ishonadi. Lekin keyin pul to'liq yetib kelmaydi yoki hisob kitobda kelishmovchilik chiqadi. Ishonchnoma berayotgan odam pensiya kartasi, ilova, paroli va SMS kodini nazoratsiz topshirib qo'ymasligi kerak. Ishonch yaxshi, lekin hujjat va nazorat undan ham muhim. 6-nozik masala chet elga chiqish yoki uzoq muddat boshqa hududda yashash. Agar pensioner doimiy yashash joyini o'zgartirsa yoki uzoq muddat boshqa joyda bo'lsa, to'lov tartibi, bank bilan bog'lanish, shaxsni tasdiqlash yoki hujjat yangilash masalalari yuzaga kelishi mumkin. Bunda eng to'g'ri yo'l oldindan maslahat olish. Borib kelaman, keyin ko'raman deyish ba'zan to'lov kechikishiga olib keladi. 7-nozik masala yordam puli, kompensatsiya va ustamalar haqida tarqaladigan mish-mishlar. İnternetda Telegram guruhlarda yoki qo'shnilar orasida hamma pensionerga falon pul berilarkan, ariza yozgan odamga qo'shimcha to'lov chiqarkan, faqat bugun ro'yxatdan o'tish kerak ekan degan gaplar tarqaladi. Men bunday ma'lumotni ko'rganingizda 3 ta savol berishingizni maslahat beraman. Bu ma'lumot qaysi rasmiy manbada e'lon qilingan? Unda aniq kimlar ko'rsatilgan? Ariza qayerga va qanday tartibda beriladi? Agar bu savollarga aniq javob bo'lmasa, shoshilmang. Firibgarlar aynan shoshiltirish orqali odamni xatoga majbur qiladi. Endi siz nima qilishingiz kerak? Men buni aniq qadamlar bilan tushuntiraman. Birinchi qadam: pensiyangiz qaysi asosda tayinlanganini aniqlang. Yoshga doir pensiyami, nogironlik pensiyasimi, boquvchini yo'qotganlik pensiyasimi yoki boshqa to'lovmi? Har birining sharti va hujjati boshqacha. Har birini siz o'zingiz bilmasangiz, pensiya bo'limiga borib yoki rasmiy aloqa kanallari orqali so'rab, pensiya turi va asosiy ma'lumotlarni yozib oling. Ikkinchi qadam: shaxsiy hujjatlarni tekshiring. Pasport yoki ID karta, JSHIR, yashash manzili, telefon raqami, bank karta yoki hisob raqami, familiya o'zgarishi bo'yicha hujjat, nikoh yoki ajrim guvohnomasi, tug'ilganlik guvohnomalari kerak bo'lishi mumkin. Hujjatlarda bitta harf xato bo'lsa ham keyin muammo tug'ilishi mumkin. Ayniqsa eski mehnat daftarchasidagi ism va hozirgi hujjatdagi ism bir xil yozilganiga qarang. 3-qadam: ish stajini tekshirtiring. Mehnat daftarchangizni, arxiv ma'lumotlaringizni, eski ish joylaridan olingan ma'lumotnomalarni bir joyga yig'ing. Agar qaysidir ish davri hisobga olinmagan deb o'ylasangiz, darhol yozma murojaat qiling. Og'zaki gaplashish yetarli emas. Murojaatda men falon yildan falon yilgacha falon tashkilotda ishlaganman. Ushbu davr pensiya stajimga kiritilgan yoki kiritilmaganini tekshirib berishingizni so'rayman deb aniq yozing. Murojaat raqamini yoki qabul qilingani tasdiqlovchi belgini saqlang. 4-qadam: pensiya miqdori bo'yicha tushuntirish so'rang. Siz menga nima uchun aynan shu miqdor chiqdi deb so'rashga haqlisiz. Bunda hissiyot bilan emas, hujjat bilan gaplashish kerak. Qo'shnim ko'p olyapti emas, mening umumiy stajim necha yil hisoblangan, qaysi ish haqi davri olingan, qanday ustamalar kiritilgan, qaysi davr hisobga olinmagan deb so'rang. Shunda javob ham aniq bo'ladi. 5-qadam: bank xavfsizligini kuchaytiring. Kartangiz PIN kodini hech kimga aytmang. SMS kodini hech qachon bermang. Bank ilovasiga begona odam telefonidan kirmang. Kartangiz yo'qolsa, darhol bankka qo'ng'iroq qilib bloklang. Agar shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, suhbatni to'xtating va o'zingiz bankning rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qiling. Yaqinlaringiz pensioner ota-onasiga telefon firibgarligi haqida oddiy tilda tushuntirsin. Bu uyda bir marta gaplashib qo'yiladigan mavzu emas, muntazam eslatib turiladigan xavfsizlik masalasi. 6-qadam: o'zgarishlarni vaqtida bildiring. Ishga kirgan bo'lsangiz, yashash joyingiz o'zgargan bo'lsa, bank kartangiz yangilangan bo'lsa, nogironlik hujjati muddati yaqinlashayotgan bo'lsa, talabalik ma'lumotnomasi kerak bo'lsa, buni oxirgi kunga qoldirmang. Har bir kechikish to'lov kechikishi yoki ortiqcha to'lov xavfini oshiradi. 7-qadam: murojaatni yozma qiling.
Agar siz pensiya bo'limiga borsangiz, faqat og'zaki gaplashib qaytmang. Kerak bo'lsa ariza yozing. Arizada ism, familiyangiz, pasport yoki ID ma'lumotingiz, telefon raqamingiz, manzilingiz, masalaning mazmuni va ilova qilinayotgan hujjatlarni ko'rsating. Pensiya hisob kitobimni qayta tekshirib berishingizni so'rayman. Falon davrdagi ish stajimni ko'rib chiqishingizni so'rayman. Bank hisob raqamimni yangilashni so'rayman kabi aniq iboralar ishlating. Arizaning nusxasini va qabul qilingan sanani o'zingizda qoldiring. 8-qadam rasmiy manbalardan foydalaning. Mahalla, bank, pensiya jamg'armasi, davlat xizmatlari markazi yoki tegishli idoraning rasmiy kanallari orqali ma'lumot oling. Telegramdagi noma'lum havolalarga kirib, pasport ma'lumotlaringizni yoki karta ma'lumotlaringizni kiritmang. Ro'yxatdan o'tmasangiz puldan qolasiz degan gaplarning ko'pi odamni shoshiltirish uchun aytiladi. 9-qadam yaqinlaringiz bilan birga tekshiring. Ko'p pensionerlar hujjat masalasida qiynaladi. Telefon ilovasini tushunmasligi mumkin. Navbatda turish sog'lig'iga og'ir bo'lishi mumkin. Farzandlar, nevaralar, qarindoshlar buni mayda ish deb qaramasin. Bir kun vaqt ajratib, ota-onaning pensiya hujjatlarini tartibga solish, bank kartasini tekshirish, xavfsizlikni tushuntirish, kerakli raqamlarni yozib berish katta yordam bo'ladi. 10-qadam. Barcha hujjatlarni alohida papkada saqlang. Pasport nusxasi, pensiya guvohnomasi yoki pensiyaga oid hujjatlar, bank rekvizitlari, mehnat daftarchasi nusxasi, arxiv ma'lumotlari, tibbiy xulosalar, nikoh va tug'ilganlik guvohnomalari, murojaat javoblari bir joyda tursa, kerak bo'lganda sarson bo'lmaysiz. Hujjat yo'qolganda esa uni tiklash uchun vaqt ketadi. Yana bir muhim maslahat, agar sizga pensiya kam hisoblangandek tuyulsa, darhol janjal bilan emas, avval dalil bilan boring. Qaysi davr kiritilmagan, qaysi hujjat bor, qaysi javob olingan, barchasini yozib chiqing. Idoradagi xodim ham aniq savolga aniq javob beradi. Agar birinchi javob sizni qoniqtirmasa, yuqori tashkilotga yoki belgilangan tartibda qayta murojaat qilish mumkin. Lekin har bir bosqichda hujjat va yozma iz bo'lishi kerak. Men pensionerlarga yana shuni eslataman. O'z huquqingizni bilish uyat emas. Talab qilish qo'pollik emas. Hujjat so'rash ishonchsizlik emas. Bu sizning ko'p yillik mehnatingiz evaziga oladigan qonuniy ta'minotingiz. Pensiya masalasida mayli shunaqa bo'lsa kerak deb yurish ko'p hollarda odamning o'ziga zarar qiladi. Bir marta tekshirtirib qo'yish esa ko'ngilni xotirjam qiladi. Bugun men sizga eng muhim narsani tushuntirdim. Har bir pensioner pensiyasi to'g'ri hisoblanayotganini, hujjatlari joyida ekanini, bank kartasi xavfsizligini va hayotidagi o'zgarishlar pensiyaga ta'sir qiladimi yoki yo'qmi albatta nazorat qilish kerak. Avvallari ko'p narsa qog'ozda yurardi. Hozir esa elektron bazalar, bank tizimlari va rasmiy ma'lumotlar muhim rol o'ynaydi. Shu sababli bitta xato raqam, muddati o'tgan hujjat yoki begona odamga aytilgan SMS kod katta muammo keltirib chiqarishi mumkin. Men sizdan so'rayman, bugunoq o'zingizning yoki ota-onangizning pensiya hujjatlarini tekshiring. Bank kartasi xavfsizligini ko'rib chiqing. Kerak bo'lsa pensiya bo'limiga yozma murojaat qiling. Izohlarda yozing. Sizning pensiyangizda hech qachon xato, kechikish yoki tushunarsiz holat bo'lganmi? Tajribangiz boshqalarga ham foyda beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni barcha pensioner tanishlaringizga yuboring.